ko'chada mana ko'pchilik bloklab qo'yib yoki noto'g'ri yozib qo'yib 500 ming, 1,5 ming dollargacha pulga tushdi bolalar. Shundagi men yaqinda bir narsani eshitdim. Shu kunlarda kimgadir shogird tushibsiz-a, yana aka? Shu gap rostmi? Albatta rost. Endi ish o'rganayotganda erta kechiyu yoshimiz katta bo'lsa ham o'zimdan kichkina bo'lgan bolaga shogird tushib, zamondan orqada qolib ketmaslik uchun ish o'rganish uchun ham shogird bo'ldim. Nimaga aka shogird bo'lib tushdingiz? Meni o'rgandingiz. Eshitishim bo'yicha bir 3 oyga yaqin shu ustozimiz meni kim deymiz, shu yigit bilan ishlayapsiz. 3 oyga yaqin ish o'rganibsiz. Nima ish o'rgandingiz aka? Mana hozir ko'ryapsan, shaharda nima ko'p, elektromobil ko'p. 80% deyarli yaxshi. Keyin o'zing xabaring bor, BYDni rusifikatsiya qilyapti. Faqat robot sistemada. Programmani sotib olganman, programmani yozaman, chiqarib olaman. Lekin qayerga nima qilish kerak, qanaqa yoziladi bu programma bilmas edim.